Yesanet mashinamizga Starline 97 modelini hamda GPS'larni o'rnatib beramiz. O'rnatish jarayonida pultimizni ham o'rnatib bo'ldik. Mashinani qulflaymiz. Qulflaganimizda oynalari, lyuklari hammasi o'zi yopiladigan bo'ladi. Mashinamizni zavod qilamiz. Mana mashinamiz zavod bo'ladi. Mashinamizni o'chiramiz. Mana mashinamizni o'chirgan. O'zini pulti ham slef bo'lib ishlaydi. Mashinamizni qulflaymiz, mana axranaga tushadi. Ochamiz, bemalol o'zini pulti slef bo'lib ishlaydi. Qulflash knopkasini 3 marta bosib qo'yamiz, mashinamiz zavod bo'ladi. 1, 2, 3. Mana mashinamiz zavod bo'ladi. Qulflash knopkasini yana 3 marta bosib qo'yib olsak, 3. Mashinamiz o'chadi. Mashinamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'yib chiqamiz.